O'shuning uchun namoz o'qimayotganini ko'rib jirkanib so'rashish kibr bu. Siz namoz o'qiyapsiz, riyo qilayotgan bo'lsangiz-chi. U namoz o'qimayapti-yu, pushaymon qilib yurgan bo'lsa-chi. Ibodat qilmayapti, pushaymon. Alloh uni qabul qiladi. Ibodat qilyapsiz, maqtanyapsiz, odamlarni, ya'ni kamsityapsiz. Bu qabul bo'lmaydi. Bilmaysizki, qalb ishi-ki bu. Havorishlar ibodatda shu darajada mustahkam bo'lishganki, natijada qarshisidagi turgan odamlarni amalsizlikda ayblashgan. Ey, Alini kofir deyishgan. O'shuning uchun namoz o'qimayotganini ko'rib jirkanib so'rashish kibr bu. Siz namoz o'qiyapsiz, riyo qilayotgan bo'lsangiz-chi. U namoz o'qimay